Ayol kishi erga itoat qilishdi, qarang. Joniga, moliga, diniga zarar yetmagan joyda itoat qiladi. Lekin joniga, moliga, diniga zarar bo'lgan paytda itoat soqit bo'ladi. Har qanaqa insonga itoat soqit bo'ladi. Jonga, molga, diningizga tahdid bo'lgan paytda itoat soqit. Agar mana shu qoidani ushlasangiz, erkak zulm qilmaydi, zulm qila olmaydi hech qachon. Zulm bo'lmaydi hech qachon. Erkak agar musulmon bo'lsa, unga Xudodan qo'rqishni, Allohdan qo'rq deb eslatiladi. Nasihat qilinadi. Agar eplay olmasa, marhamat qilib javobini bersin, o'zi hayotini kechirsin bo'ladi. Lekin gap talashish va hokazolarni o'zi bilan ajrashish bu noto'g'ri. Imkon qadar gap talashishlarni bartaraf qilishga urinish kerak. Talashuv tortishuvlar bor-ku. Bu narsalar bu yechilmas bu. Chunki siz hozir talashyapsiz bu bilan. Ikkinchi odam bilan boshqa narsani talashasiz. Turmush qursangiz. Bir xotin keldi. 2 yilmi yashashibdi, yappa-yaxshi yashab kelishgan, bitta masalada nizo chiqqan. Shu oyog'ini tirab turibdi, kelin yashamayman endi. Men buni bilib oldim, yashamayman. Men aytdimki, baraka topkur, siz agar oila qurmasdan yashab o'taman desangiz, ixtiyor. Lekin oila quraman baribir desangiz, bundan kam muammo bo'lmaydi oilada. Yana bitta erkakning qaysidir qilig'iga chidashingiz kerak bo'ladi. Siz ham qaysi bir xotinni bitta qilig'iga chidashingiz kerak bo'ladi. Nimadir muammo bo'ladi. Kimdadir qaynada, kimdadir qaynisingil, kimdadir xotin o'rtasida nimadir muammo bo'ladi. O'sha muammolar bilan kurashib yashaysiz, keyin hayot bo'ladi. Siz bog'da bitta o'zi yashaysiz ekan, xohlagancha yashaysiz. Odamlar bilan munosabatda yashaysizmi, ishxonaga borsiz ham odamlar bilan munosabatlarda siz kelishasiz, iloji yo'q. Bir ayol kelib, juda kuyinib gapirdi. Oilaviy qaynonasi bilan, eri bilan bo'lgan muammolar. Ishlaysizmi desam, ishlayman dedi. Men aytdimki, ishxonada ham muammolar bo'lib turadimi desam, harasi muammo bo'ladi dedi. Xo'jang gohida bekardan bekar so'kib ham qoladimi desam, bo'ladi dedi. Nima qilasiz desam, nima deysiz, endi xo'p deysiz dedi. 2-3 million oylik uchun ko'nyapsiz ekan-ku. Halol oila uchun nega ba'zi bir narsalarni ko'tarmaysiz? Ko'taramiz. O'shuning uchun xotin bir-biriga sabr qilishi eng ulug' ibodat, darajat hisoblanadi.